Bir kuni ustoz o'zini baxtsiz hisoblaydigan, hamisha nolib yuradigan shogirdiga bir piyola suv bilan bir siqim tuzni uzatibdi-da, aralashtirib tatib ko'rishni so'rabdi. Shogird ustozi aytganini qilibdi. "Ta'mi qanaqa ekan?" deya so'rabdi shunda shogirdidan. "Sho'rligi tilni o'yaman" deydi. Ustoz jilmayibdi va uni daryo bo'yiga olib boribdi. Yana bir siqim tuzni uzatib debdi. "Endi buni daryoga tashla-da, so'ng mazasini tatib ko'r." Shogird bu safar suvni huzur bilan ichibdi. Yigitning lablaridan tomayotgan tomchilarga qarab ustoz, "Xo'sh, mazasi qanday ekan? Sho'rligi sezildimi?" deb so'rabdi. "Mazasi ajoyib, sho'rligi ham sezilmadi." Shunda ustoz shogirdiga shunday nasihat qilibdi. Hayot qiyinchiliklari xuddi tuz miqdoriga o'xshaydi. Ko'p ham emas, kam ham emas. Faqat u aralashadigan qalbni kengroq qilmoq kerak. Demak, sen hayotda bir piyola suv bilan emas, daryo bo'lib yashashni o'rgan.